لبيك اللهم لبيك. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Sizga Alloh taolaning salami, rahmati va barakati bo'lsin. Mening ismim G'oli. Ham biz sizning bilan har bir musulmon kishisining turmushindagi eng muhim sayohati hojni nechib durust boshqarishga kerakligini o'rganamiz. O'tgan darsda hojning nindi turlari borlig'ini ham miqotning narsa ekanini so'rashdik. Bugun g'umra uchun tavof qiluv ham sog'i yo'losini boshqaruv turida so'rashamiz. Makkaga kelgach, hoji yo'llarni Al-Haram masjididan boshlaydi. Masjidga o'ng oyoqdan kiralar. Masjidga kirgach, birinchi etib takbir ham tahlil aytirga kerak. Takbir ol Allohu akbar degan so'zlar bilan Alloh taolani ulug'lov degan so'z. Endi ikkinchi tarjimasi Alloh qudratli deganni anglata. Tahlil Alloh taolani isga oluv bo'la. La ilaha illalloh Alloh taolaga murojaat so'zi bo'la. Allohdan qola boshqa iloh yo'q. Takbir ham tahlil aytib, hojilar qora toshqa yo'nalalar ham oni ubalar. Agar qora tosh yonina kelirga mumkinlik bo'lmasa, onun yonina bosib, qo'llarini olg'a suzib, ushlarni ubarga kerak. Borganda boshqa kishilarni itirga yoramay, sabr bo'larga kerak. Qahbani urab uza boshlagandan olib, tugallanganga qadar irotlarga o'ng jilkani osharga kerak. Qahba hojilardan solda bo'lirlik etib saat o'g'ina qarshi tavaf qilina. Qahba tirali yurganda Al-Hijr divori ortidan uzarga kerak. Birinchi 3 aylanishni qizu otlab, qolgan 4-sin g'odiy odamlar bilan uzu zarur. Tavaf qilganda Hajar-i Asvad toshina yoqinayirga ham onu uberga yoki ona qo'g'ilirga tirishig'iz. Yonina qadar bora olmasangiz, aylanib haligi yerga yaqinlashganda qo'lingizni shu yoqqa to'ba suzib, bismillahi, Allohu akbar va lillahil hamd deb aytingiz. Toshqa yaqinayu uchun kishilarni itib jiberga yoramay. Tavaf qilganda o'qila turgan belgili bir duo yo'q. Shunga ko'ra tilasan indi yolbaru bilan murojaat eta ham tilasan indi duolarni o'qiy olasiz. Hoji 7-chi topqir aylanib chiqqach, u o'ng eng boshini qoplab, Ibrohim o'rnina yo'nala. 2 raqat namoz o'qiy. Shundan so'ng Zamzam suvini ichirga kerak. Sog'i 2 qo'l-qo'liq Safa ham Marva orasin 7 topqir sog'i qilini ko'z oldinda tuta. Elek Safa bilan Marva oshiq havoda bo'lalar. Lekin Al-Haram masjidin kengaytuv borishunda bu 2 qo'l-qo'liq uzun koridor ichida o'rnashib qola. Hoji yo'lini Safa qo'l-qo'lig'idan boshlaydi. Qa'ba yog'ina burilib 3 topqir Allohu akbar de. Shundan so'ng Al-Marva yog'ina yo'nala. Safa bilan Marva orasindagi oraliqni keshish vaqtida belgili bir duo aytilmay. Shunga ko'ra hoji tilasa qo'ysa duoni o'qiy ola. Hoji Marva qo'l-qo'lig'ina yetgandan so'ng Qa'ba yog'ina burilib, Alloh taolani 3 topqir ulug'lab tilga ola. Hoji Marvada 7-chi kishuni tamomlag'ach, boshindagi sheshlarini kisa ham shuning bilan onun g'umrasi tamomlana. Shesh oldiruv. Shundan so'ng hojiga ihrom xalatidan chiqarga kerak. Bu boshdagi sheshni oldiruv yoki zo'r bo'lmagan shesh baylami kesib oluv yo'li bilan ishlana. Xotin qizlar sheshlarini oldirmaylar. Boritik zo'r bo'lmagan shesh tulumin kesib olalar. Ihrom xalatidan chiqqach, hojiga g'adati kiyim kiyerga ham ihromli vaqtlarida ruxsat etilmagan, gunohli bo'lmagan ishlarni o'targa mumkin. Bu holatda ul 8-na qadar tura. Xosh qiluv yo'lasi boshlangach, ona yana ihrom kiyerga to'g'ri keladi. Shunga ko'ra boshni yalang'ochga qoldirib sheshni oldirasi tugil. Chunki yangadan kesirga to'g'ri kelganda sheshlar xosh bitganchiga qadar o'sib ulgurmasga mumkin. Hoj vaqtida kishilar vaqtlarini boshqa o'zdirga tiyish tugil, ko'proq g'ibodat qilirga tiyish. Shuning bilan sog' bo'lashabыз do'stlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.